Assalomu alaykum, hurmatli nevrotiklar va sog'lom ruhiyatli insonlar. Bu gap kimnidir ko'ngliga tegib qolishi mumkin, ammo nevroz ham dunyoda borligini hisobga olibgina shu gapni gapirdim, shunaqa salomlashdim xolos. Nevroz nima deganligini siz meni kanalimda bo'lsangiz anchadan beri tushunib yuribsiz. O'sha qo'rquvlar, o'sha vahimalar, o'sha o'ziga ishonchsizlik, ikkilanishlar, yurak ter bosib ketishlar, yurak urib ketishlar, davleniya chiqishlari, birdaniga o'zini yomon his qilishi, birdaniga o'zini tashlab yuborgandek bo'lishi, qiyshayib yurishi, bosh aylanishi, bosh og'rishi, ovqat yesa qaytib tashlashi, ovqat yeyolmasligi, tomog'idan o'tmasligi, tanasi qizishi, ma'miyaqdan boshlanish, maytlarga tarqash, maytda turish. Umuman aytganda hech qayerga to'g'ri kelmaydigan shikoyatlar. Na gastroenterologiyaga to'g'ri keladi, na xirurgiyaga to'g'ri keladi, na biron joyi kasal deb aytadi. Doktorlar bezor bo'ladi, o'zi bezor bo'ladi. Mana nevroz qanaqa holat? Qayerdan kelib qoladi? Nimaga qo'shningizda yo'q? Nimaga siz bilan ishlaydigan ishxonangizda yo'q? U qayerdan keldi o'zi? Uning kelgan joyi ming sizga yomon tuyulsin, ming menga aytish og'ir bo'lsin, oiladan keladi. Oilaga ham qayerdan kelar edi? Uning ham oilasidan keladi. Ya'niki nevrotik shaxs shunday bo'lib tarbiyalanishiga uning nevrotik ota-onasi sabab bo'ladi. Kim u ota-onalar? Ataylab shunday qilmaydi-ku o'zi insopa. Ota-ona albatta o'zini farzandini yaxshi ko'rib, oq yuvib, oq tarab, kiyintirib, qiynalib, yeganini ayirib, bolalariga berib, o'ziga qiymasdan farzandlarini o'ylab katta qilgan ota-onalar qanaqa qilib bunaqa nevrotik shaxslarni paydo qilib qo'yadi? Nima deb o'ylaysizlar? Aytaylik, eng pastdagi rahbarning xodimi, aytaylik, o'sha uyni, g'ishtini quradigan inson o'zini rahbarini shu narsani ta'minlab berganligi uchun hurmat qilar ekan. Ya'ni o'sha g'isht bor, qanday qurilishini aniq rejasi bor. Uning qo'lida ishlaydigan olim inson esa ya'ni buxgalter bo'lishi mumkin, marketolog bo'lishi mumkin, uning ilmini hurmat qilganligi uchungina rahbarni hurmat qilar ekan. Oiladagi rahbarni, ota-onani, farzand nima uchun hurmat qilish kerak? Farzand uni farzandligini tan olganligi uchun, u hali kichkinaligini, uni qo'llab-quvvatlash kerakligini, unga to'g'ri yo'l ko'rsatish kerakligini, uni baxtli bo'lish haqqini qanaqa qilib o'sha baxtli bo'lishni o'rgatganligi uchun farzand ota-onasini hurmat qiladi. Ota-onasini hurmat qilishning ichida uni yaxshi ko'rish, unga o'xshashga intilish, o'sha ota-onani sifatlarini o'ziga qabul qilish yotadi. Endi yaxshi ko'rmaydigan bola ham bormi? Ha. O'z ota-onasidan qo'rqadigan bola. O'z ota-onasini ko'rganda hayiqib, qaltirab, ichidagisini ayta olmaydigan bola. O'z ota-onasini ishdan kelishini kutmaydigan, kechroq kelsachi deydigan, o'z ota-onasi uyda qadam bosganida qaltirab, qayerga kelyapti, mani xolimga kelyaptimi, urib tashlaydimi, nimadir ekan deydigan bola ham bor. Bir so'z bilan aytganda, bu bolalarni baxtsiz bolalar deb atsak bo'ladi. Baxtsiz bolalarni tarbiyalayotgan ota-onaning o'zi baxsizki farzandni o'shanaqa tarbiyalaydi. O'z baxtsizligi bilan tarbiyalaydi. O'z ichki dunyosi bilan farzandni tarbiyalaydi. Ya'ni nevrotik bola nevrozi bor muhitda tarbiya oladi. Nevrozi bor muhitni, shu oila muhitini nevroz bilan ichki dunyosidagi nevrozi bor ota-ona farzandini tarbiyalaydi. Unda savol, nimaga meni otamda
paniska atakalar yo'q? Nimaga meni onamda paniska atakalar yo'q? Nimaga men bo'lib qoldim? Nimaga ular sog'lom? Hozirgacha meni davolatib yurishibdi. Hozirgacha menga pul berishadi. Gapingiz yolg'on, Zeba opa, yolg'on. Mani otam unaqa emas. Mani onam unaqa emas. Mani otam nevrotik emas. Mani otam juda ham baquvvat, juda ham kuchli, juda ham ko'p narsaga erishgan, hukmdor ota bo'lgan. Mani onam juda ham hokisor, juda ham bizni o'ylaydigan, o'zi tishlab turgan nonni bizga beradigan darajadagi mehribon ona bo'lgan. Aldayapsiz, yolg'on. Ular meni bunaqa qilib qo'yishmagan. Nimadir boshqa narsa. Bilaman. Siz hozir qiynaldingiz bu gaplardan. Ammo ota-onangiz sog'lom, siz kasalsiz, bu fakt. Ota-onangiz yaxshi muhit qilishga harakat qilgan, siz o'sha yaxshi muhitda baribir nevroz bo'lib qoldingiz, bu fakt. Ammo yotig'i bilan o'sha oilani ichki dunyosiga qarasak, bir-biri bilan chiqishmaydigan, bir-birini tushunmaydigan farzandlar, urushib qolgan, bir-birini yillar davomida ko'rmaydigan yoki bir-biridan uyaladigan, bir-birini ayblaydigan bolalar ham bo'lishi mumkin. Men hech narsani siz shunaqasiz deb aytayotganim yo'q. Men faqatgina ilm beryapman. Nima, qayerda, qachon degan savolga javob beryapman. Biz nevroz oilalarga yordam berish uchun Psixomed klinikasini rahbari sifatida o'z xizmatlarimizni sizga taklif qilamiz. Administrator nomeriga to'g'ridan-to'g'ri bog'lanishingiz mumkin. 95 166 26 62 yoki bizni barcha platformalar orqali bizga bog'lanishingiz mumkin. Telegram, Instagram, Facebook hamda YouTube kanallari orqali bizni topishingiz mumkin. Hamda Psixomed 24 klinikasini sayti psixiatr.uz, vahima.uz degan saytlar ham mavjud. Hurmatli aziz yurtdoshlar, mana ko'rib turibsiz, bu oilani farzandlari qaysi biridadir qo'rquv, otasida agressiya, onasi kasal, qaysidir farzandi ishsiz, o'ziga ishonmaydigan, bir necha marta ajrab ketgan, ba'zi farzand beqaror, haligacha uylanmay yurgan va qaysidir farzand qo'rqoq ham bo'layotgan bo'lishi mumkin. Yoki hammasi yaxshi yurib, uning ichida bittasi kasal bo'lishi mumkin. O'sha kasalmand bola qayerdan keldi? Qanaqa qilib u nevroz bo'lib qoldi? Keling, shu oilaning ichki dunyosiga bir nazar tashlasak. Demak, bu oilada yoki ota yoki ona qaysi biridir o'ta ham qattiq qo'l, o'ta ham ko'p narsaga erishgan, so'zi so'z, gapi gap, liderlikni qo'lga oladigan, oxirgi gapni aytadigan, muammolarni yechib tashlaydigan bo'ladi. Ba'zan bu ota bo'lishi mumkin, ba'zan ona bo'lishi mumkin. Ikkinchisi esa agar hukmdor bo'lsa, hukmdorga uning hukmini qabul qiladigan mazoxist, kasalmand, ojizroq, ko'p yordam oladigan, ko'p o'zini ojiz taraflarini ko'rsatadigan. Ko'p aytaylik, bu bizning hozirgi hikoyamizda ota shunaqa hukmdor, baquvvat, hamma uni hurmat qiladigan, juda ham zo'r ota bo'lsa-da, ona yumshoq, sal narsani o'ziga olib qo'rqib ketadigan, sal narsani o'ziga olib yig'lab yuboradigan, borini hammaga tarqatadigan, boshqalarga yomon bo'lsa o'zini fidoyi qiladigan ona bo'la qolsin. Bu oilada farzandlar ketma-ket tug'ilyapti va farzandlarning ichida ushbu oila qaysidir farzandni tillo bolaga tenglashtiradi. U juda ham ko'p narsalarga erishgan bo'ladi, shunday bo'ladi deb hali erishish paydo bo'lmasdan oldin unga
bashoratlar qilinadi. Sen tillo bolasan, seni qo'lingdan hamma narsa keladi. U bolaga qonun yo'q. Men boraman maktabga. Borasan. Bormayman maktabga. Borma. Men o'rtoqlarim bilan aylanishga boraman. Boraver. Bormayman. Bormay qo'ygan. Ya'ni tillo bolani bironta qonuni bo'lmaydi. Tillo bolaga har doim boshqalarni o'rnak, tillo bolani boshqalarga o'rnak qilib ko'rsatadi. Hurmatli aziz mani tinglayotgan tinglovchim. Va o'rnak qilish uchun kim kerak endi? Bu yerda xunuk yozdim, eshak deb yozdim. Sizlar eslaringda qolish uchun. Ya'ni kitoblarda bu kozёл отпущения deb aytadi. Ya'ni biz kompleks posttraumatik stress buzilishida yordam deb nomlangan Pit Uokerning kitobi asosida mana shu videoni tayyorladik. Demak, bu diagnozning oti kompleks posttraumatik stress buzilishi deb atalib, bolalikdan boshlanadi. Bolalikdagi mana shu inson tarbiyasini buzilib ketishi. Tillo bolani qonuni yo'q va endi u joyda tillo bola bor joyda dabdala bola, kozёл отпущения paydo bo'ldi. Endi bunga nima qilib ko'rsatishadi? O'rnak qilib ko'rsatadi. Qara, akang yaxshi, sen yomonsan. Akang yaxshi, sen yomonsan. Akang qila oladi, sen qila olmaysan. Akang cho'tga gapiradi, sen gapira olmaysan. Lattasan, lapashaysan. Uzr. Sen yomonsan. Ovqatni yeb qo'ydi, sen yomading. U taqillatmay yedi, sen taqillatib yeding. Nimagadir tillo bolani bironta aybi ko'rinmaydi. Ana bu kozёл отпущения, ya'ni uni ichida hamma mazg'ava bor bolani yaxshi qilgan tarafi ham yomon bo'lib ko'rinaveradi. Yaxshi qilgan tarafini ham endi bajarib qo'ydingmi? Shu ozginagina bajarib qo'ygan narsangni aytib maqtanyapsanmi? Hech narsaga arzimaydi. Shunchalik darajada pastga urish, shunchalik darajada akasini oldida izza qilish, uni qo'rqitish, akasini mag'rur qilib, o'sha joyda o'zini yutuqlar bilan yengib chiqqan qilib ko'rsatib chiqarib yuboriladi. Buni ezaveradi, gapiraveradi, pastga uraveradi, akasidek bo'la olmasligi uqtirilaveradi, qulog'iga quyaveradi, hech kim emassan deyilaveradi. Tillo bola nima qiladi? Ukasini oldida, hech kim emas. Hech kim emas. Sen hech kim emassan. Bugun ishlar qilib qo'y. Men ishim ko'p. Professor o'qish kerak, deydi-yu. O'zini boshqalardan ustun biladi. Bostiruvchi hukmdorlik qiladi. So'ramasdan ukasini narsalarini olib qo'yish, tortib olish, bosqinchilik qilish, buzg'unchilik qilish tillo bolaga mumkin. Ali eshak. Sen eshaksan, eshakda ishlaysan, eshakda kaltak yeysan, keyin pastga urilasan. Qo'rqitib tarbiyalanadi. Qo'rqitib gapiriladi. Pastga urib tarbiyalanadi. Uyaltirib tarbiyalanadi. Ya'ni tarbiyani asosi kimgadir chegara bermaslik, qonun bermaslik, kimgadir esa qonunlarni uyalish, hech kim emas deyish, qo'rqitish, o'zini aybdor his qilish yo'li bilan tarbiyalanadi. Demak, nevrotik oilani tarbiyasining asosi qo'rquv, uyaltirish, aybdorlik hissini paydo bo'lish, o'z fikrini ayta olmaslik. Yo'q sani fikring, yo'q sani fikring. Men aytganim qil. Akang aytdi qil. Akang ko'p narsaga erishgan, akang zo'r, sen hech kim emassan, sani fikring ham bo'lmasin. Ya'ni sen yo'qsan, umuman yo'qsan hayotda.
yo'qsan. Sen qilayotgan hamma narsang bizni uyaltiradi. Qo'rq bu holatingdan. Vijdon azobingda o'zingni qiynab, o'zingni jazolab, men yomonman, nimaga unaqa ekanman deb yig'lasang, sen odam bo'lasan, yig'lab olgin. Bu esa xursand, ya'ni o'sha yuqorida aytganimdek, hukmdor, ko'p narsaga erishgan, aybsiz va nevroz kasali yo'q o'sha ota-ona endi farzandlarini, nevrotik farzandlarni sinoviga duchor bo'ladi. Men bu bola o'ziga o'xshab otasini hamma merosini oladi, xuddi otasidek maza qilib yurishni boshlaydi. Grandioz ko'rsatadi o'zini. Bu bolada ham muammolar bor. Ba'zan narkotikka kirib ketish, chunki chegarasini bilmaydi-da. Va ota-ona o'zining yaxshi taraflarini mana shu bolada ko'raveradi. O'zining yomon taraflari bor. Ya'ni o'sha ota-onani ichida saqlanib qolgan, men unaqa emasman deb o'zini otasiga, o'zini onasiga aytgan gaplari asosida o'sha odam ko'p narsaga erishgan bo'ladi. Va o'sha baribir ichida o'sha uyaltirishganlari, o'sha pastga urishganlari, o'sha bolaligida men unaqa emasman, hali ko'rsatib qo'yaman sizlarga degan gaplar ham uni ichida qolib ketgan bo'ladi va o'sha qolib ketgan o'zining botqog'ini mana shu bolasida ko'radi. Ya'ni ota-ona bitta ko'z bilan qaramayapti bolalarga. Bolalar yomon taraf bo'lsa, uni tushuntirib berib, aytib berib, mana bu shu taraflama yomon, mana bu taraflama yaxshi deb tushuntirishni o'rniga qisqa lo'nda. Sen yaxshisan, sen yomonsan. U qarab o'tirish yo'q. Bu ham yomon ishlar qilyapti. Qarab o'tirish yo'q, sen yaxshisan baribir. Bu ham yomon ishlar qilyapti, yaxshi ishlar ham qilyapti bular. Bu bola. Lekin u yaxshiligini hisobga olish yo'q. Qisqa lo'nda, sen yaxshisan, sen yomonsan. Va oilada 3-farzand tug'ildi. Endi men bola nima qiladi? Men bolani oxirigacha yetkazaylik. Bu bola otasi kelishdan qo'rqadi, o'zini boshqalardan past sezadi. Maktabda bu 5 ga o'qisa, bu qiynalib o'qiydi, maktabga kech qoladi, maktabda o'zini olib qochadi. Ya'ni qochuvchi, xavotirlanuvchi. Men haqiqatan yaxshi emasmanmi? Men haqiqatan yaxshi emasmanmi? Men haqiqatan boshqalardan pastmanmi? Ya'ni o'zidan ikkilanuvchi va qochuvchi bolaga aylanadi. Bu bolada, mana bu bolada narsisstik shaxs buzilishi bo'lsa, bu narsisstik shaxs buzilishlarini ham nevrozni qo'rquv, vahima turlari bo'lishi mumkin. Uyqusizlik ko'proq bo'ladi. Ko'proq miyasi dam olmaydi. Chunki o'zini hukmdorligini, hukmini o'tkazishini o'laverib, hamma joyda kimnidir bostirib o'tib ketishdi, kimnidir yiqitishni, ya'ni bu insonni ichki ustuni kuchini ko'rsat. Bir kun emas, bir kun kuch ham kuchlidan kuchli kelsa nima bo'ladi deydi. Kuchlidan kuchli chiqqan paytda u yengiladi. U bankrot bo'ladi. Ya'ni men zo'r qilib o'qiyveraman, bu qilib degan narsalari bir tenga qimmatligini, sog'lik ketganligini yoki qandli diabet bo'lib qolganligini yoki davleniy kasallikka uchrab qolganligini, puli, imkoniyati, hamma narsasi, hurmati joyida bo'lgan paytda ana shunday holatga kelib qoladi. Endi bu inson esa mana shu baxtli, ammo qandli diabeti bor, ammo ichuvchi, unda ichib turadigan, bir nechta oila qurib olgan, ya'ni unda hamma narsa ko'p bo'lishi kerak, oila ko'p bo'lishi kerak, farzand ko'p bo'lishi kerak, ular hammasi yaxshi bo'lishi kerak, hammasi chet elda o'qish kerak, hammasi narsista endi. Va uni ukasi ojiz, xavotirlanuvchi, qo'rqoqroq, uydan chiqmaydigan, obsessiv kompulsiv buzilishi bor, qo'lni yuvoradigan bir nochor, nobob uka bo'ladi. Ya'ni narsistik oiladagi agressor ham nevroz bo'ladi, u baqirib,
bunday insonlar bizni oldimizga kelganda men juda ham ko'p asabiylashar edim, juda ham ko'p baqirar edim, xodimlarim bilan urushib qolar edim. O'sha paytda o'zimni qo'lga ola olmasdim, hamma narsani otar edim degan holatdan keyin biza oldimizga kelishadi qo'rquv vahima bilan. Bular esa men har doim o'zimga ishonchim bo'lmagan, xavotirlangan inson bo'lganman, o'zi uyalchang bo'lganman, o'zi qo'rqoqroq tabiatim bo'lgan, bolaligimdan qo'rqoqroq bo'lganman. Otam baqirib yuborganida, onam o'zlarini kasal bo'lib yoki boshi og'rib qolganda oldlarida yig'lab o'tirib, onam o'lib qolmaydimi deb qo'rqqanman deydigan OKR va xavotirlanuvchi shaxs buzilishi mana shu joyda paydo bo'ladi. Mana shu insonlarda ham uyqu yo'q, ularning tanasi og'riydi, ularning tanasining hamma joylarida hali kirlarda bunday qistirib qo'ygan qistirg'ichlar bo'lardi-yu, zajim deymiz. Ana shu qistirilgan qistirg'ichlar, zajimlar bo'ladi. Ya'ni muskullarida tekis emasdi, o'shani bir xil joylari mana shunda zajim bu. Ya'ni tanasi bo'sh emas, tanasida o'sha og'ir kunlarda xotirasidan qolib ketgan qistirmalar bor, zajimlar bor. Ular ko'ngli ayniydi, ular yomon bo'lib qoladi, ularning ichida yonadi, ularning ichida xavotirlanuvchi fikrlar kelgan paytda o'sha fikrlarga ishonib qoladi. Yomon ma'lumotlar eshitganda xuddi o'sha yomon ma'lumotlarning ichiga kirib ketadi. Mana shu xavotirlanuvchi shaxs buzilishidagi inson. Bu insonlarni yana bir tarafi ular o'ziga ishonchligi pastligidan maqsad qo'ya olmaydilar. U joyga boradi, ozgina ishlaydi, bu joyga boradi, ozgina ishlaydi yoki bitta joyda o'tirib oladi, hech boshqa joyga ishga o'tmaydi. Nimaga? Xavotir bor ularda. Endi tillo bola bor, kozyov отпущение bor. 3-farzand tug'ilsa, u qanaqa tug'ildi, nima deb o'ylaysizlar? 3-farzand tug'ilganida u endi o'rni yo'q bola bo'lib qoladi. O'rni yo'q bola. U hechim kerak emas, tug'ildi, lekin kerak emas. Chunki ikkiga bo'lingan oila bor, farzandlar bor. Bu yomon, bu yaxshi. Bu yomon, sen kerak emassan. Ya'ni kerak emas bola. O'rni bo'sh bola. U kerak emas, unutilgan, tug'ilib yig'layotibdi, tug'ilib maktabga boryotibdi, tug'ilib nimalar qilyapti, lekin u kerak emas. Uni o'qituvchisi kim, akasidan qolgan nimani kiyapti, necha kun oldin bir narsa olib bering deb so'ragan, necha marta meni ota-onalar majlisim bor deb aytgan, hammasi unutilgan. Chunki unutilgan bola yolg'izlikdan, ya'ni o'zini qobig'iga o'rab olganligidan qiynaladi. Mana shu ikkita bolani o'rtasida urush bo'lsa, bu urushmaydi. Mana bular urushadi. Mana bu bola indamay turaveradi, yig'lab, akam urdi, akam qattiq gapirdi deb bu o'zini bosimini ko'rsataveradi. Lekin mana bu tillo bolaga bu kerak emas. Nimaga? Mana shu o'zi yetadi. Tillo bola mana o'zini unutgan, ota-ona tarafidan unutilgan bolaga bular ham xuddi shunday qarashadi, unutishadi uni. Bormisan, yo'qmisan? Mehmon keldi, ana xonaga kirib ketdi, bitta gapni aytdi, qildi, qilmadi, yo'q bo'lib qoldi. Unga hech kim baqirmaydi-ki, u o'zi bilan o'zi gaplashyapti. Yolg'iz eshik qulab ketdi, ichiga kirib ketyapti. Nimalardir bular bilmas qilib yuradi. O'qituvchisi murojaat qiladi, bolasida o'rtog'i yo'q. O'rtoqlari yo'q bolani miyasi o'zi bilan o'zi yashaydi. U biladi hech kim kerak emasligini. Va to'xtab qoladigan holatga keladi. To'xtab qoladi u. U hech kimga kerak emas. Qayerga bo'lsa qolib ketishi mumkin, qayerda bo'lsa narsa qilishi mumkin. Maqsadi yo'q, o'zi bilan o'zi gaplashadigan, o'zini qobig'iga o'rab oladigan bola. Bunday bolalar kelajakda xuddi botqoqni ichiga kirib olishdi-da, botqoqdan chiqa olmayapti. Yana suv bor, suv oqadi. Ya'ni normal insonni miyasida fikrlar oqadi. Bu inson to'xtab qolgan.
uni miyasida fikr to'xtab qoladi. Ya'ni ruminatsiya, keyinchalik nevroz ruminatsiya ko'rinishida. Ruminatsiya degani fikrlar jvachkasi degan. Inson o'ylayveradi. Real hayot yoqmaydi. Otasini baqirishi yoqmaydi. Onasini kasal bo'lishi yoqmaydi. Va o'sha yoqmas dunyodan qochish uchun u qanday fantaziyalarga kiradi. Bunday bolalarda erta kunda masturbatsiyalar, bunday bolalarda erta kunda aytaylik suitsidal fikrlar, o'zimni o'ldirgim kelyapti, yashagim kelmayapti, dunyo o'zi nimaga yaralgan, nima uchun bu dunyo kerak? Ya'ni o'zini o'rni yo'q bo'lgandan keyin sotsial muhitda, ijtimoiy muhitda munosabatlar o'rnatilmagandan keyin, oilada unutilgandan keyin bu bola endi go'yoki dissosiativ shaxs buzilishlariga olib keladi. Buni ko'rinishi yuqorida aytganimizdek, ya'ni vizualizatsiya, eskapizm. Eskapizm nima degani? Eskapizm bu real hayot yoqmaydida, miyasini ichida uylar qurib yuboradi, miyasini ichida o'qishlarga kirib ketadi. Ya'ni noreal dunyolar bilan yashashni yaxshi ko'radi. Mana shunday bolalarda erta kunda onlayn o'yinlarga qaramlik, aytaylik, mana shunday bolalarda Instagram, Telegramlarga qaramlik, lekin u joyda faol bo'lmaydi. Ya'ni boshqalar kuzatadi, nimalarnidir fantaziya qiladi, fantaziya qilganlarini o'zicha yig'ib yuradi, kundaliklar yozadi. Ichki dunyosini ana shu kundaliklarga to'kadi, ammo hech kim bilan gaplashmaydi. Bu insonlarda keyinchalik agorafobiyalar, uydan chiqmaslik, o'zi bilan o'zi yolg'iz qolishni yaxshi ko'rish, o'zi bilan o'zi gaplashish, ammo o'rtog'i yo'qlik, atrofdagilarga qiziqmaslik, ish o'rni yo'qligi, kasbini qaysi kasb egallashdi. Men institut bitirdim, lekin bu noto'g'ri bitirib qo'yman, boshqa institutda o'qishim kerak ekan. Bu ishni qildim, lekin bu men kerak emasligini keyin tushundim. Ya'ni o'zini yo'qotib qo'ygan, chunki bu tashlandiq, bu yo'qotib qo'yilgan, bu kerak emasga aylangan. Va keyingisi tug'ildi. Endi u keyingi tug'ilgani, endi yana bitta farzand tug'ildi deng. U farzand kim bo'lar ekan? Bitta oilada ikkita tilla bola bo'lishi mumkinmi? Yo'q. U bola tug'ildi, tug'ilgandan keyin hammani kuzatishni boshladi. Tug'ildi, bir tilla bo'ldi, bir kerak emas bo'ldi, bir o'rni yo'qoldi. Mana 3-bolaga shunaqa munosabat qilinadi. Ya'ni bitta yaxshi, bitta yomon, bitta kerak emas bo'ladi. Va o'sha bola, nimaga men yaxshiman? Nimaga men yomonman? Nimaga men tashlandiqman? deydi, tushunmaydida, xuddi o'sha unga berilgan resurs, 3 ta ruchka. Bunga oltin ruchka berildi, bunga nima deydi, yozmaydigan, axlatga tiqib olingan ruchka berildi. Sen shunaqasan deyildi, shunaqa bilan yozib yotishibdi. Bu tilla bilan yozyapti. Bu hamma joyga axlat ruchka bilan yozyapti. Men axlatman, maktabda ham yomonman, ko'chada ham yomonman, o'rtoqlarim oldi. Endi mana buda ruchka yo'q. Kerak emas. Endi mana bu 3 ta ruchka berildimi? Uni ko'rdi, buni ko'rdi, unda yozib ko'rdi, bunda yozib ko'rdi. Bunday bola endi biladiki, boshqarish kerak ekan. 3 ta ruchka bor bunda. Otasiga keladi, chaqinchilik qiladi. Tilla bola mana shunday qildi, zo'r qildi. Sizga aytmadi, zo'r. Buni maqtaydi, mana buni yomonlaydi. Mana bu uni o'zining yolg'izligini aytadi. Mana shunaqa qilib o'zini yaxshi ko'rsatib olishni biladigan bir necha ichki dunyosi bor, bir necha yuzi bor, bir necha mustaqil fikri emas. Bitta mustaqil fikrni aytib, buni nima yaxshilayverasizlar, nimaga buni yomon deyverasizlar demaydi. Mana buni maqtaydi, mana buni yomonlaydi. Mana bular ishi yo'q. Aytaylik, otasi hukmdor, zo'r odam, bir kun bankrot bo'ldi, mashinasi eskirdi. Qo'shni esa yangi mashina oldi, yangi uy qurdi. Mana bu 3-bola keladi-da, "Ada" deydi,
men deydi qo'shnini sirini bilaman deydi. U deydi yomon chiqib qo'yibdi, yaqinda qamaladigan ekan, boshqa xotin olibdi deydi va ana shu otani ichki dunyosiga yoqadigan gap topib beradi. Mana shu hammaga yoquvchi ikkiyuzlamachi bola o'zini tez ayblab turadi. U tushunadi. Yo bu emas, yoki bu emas, yoki bu emas. U hammaga nima deydi, uyqosh bo'lib ketaveradi. U onasi taraf bo'ladi, otasiga yomon gapiradi. Ertasi kuni otasi taraf bo'ladi-da, ona deydi, siz ham deydi aybdorsiz deydi. Bugun bu tarafga o'tib oladi. Aka, sizga o'xshamoqchiman deydi. Ertaga bu tarafga o'tib oladi. Mana bunday insonlarda qaram shaxs buzilishi, ya'ni ertaga ularda narkotikka qaramlik, sevgiga qaramlik, biron joyga ishga kirsa mehnatga qaramlik degan qaramliklar, ya'ni o'z mustaqil fikrga ega emas, bir necha shaxslarni to'planmasidan paydo bo'lgan bola. Endi oilada 6 ta farzand bo'lsa nima bo'ladi? Yoki oilada bitta farzand bo'lsa nima bo'ladi? Oilada 4 ta emas, bor yo'q 2 ta bo'lsa nima bo'ladi? Mana shu bitta bola bo'lsa oilada, bitta bola mana shu 3 ta rolni o'ynaydi. Bugun yaxshi, ertaga uni yomonlab tashlashadi. Indini kuni u bilan ishi bo'lmaydi, undan keyingi kuni 3 ta ruchkani qo'liga berishadi. Yaxshisan, yomonsan, hech kim emassan, tanla. Men bitta bola mana shu 3 ta rolni bajaradi. Endi 2 ta bola bo'lsa nima qiladi? 2 ta bo'lsa bu yaxshi, bu yomon. Keyin bir kuni yaxshi unutiladi, yomonligi unutiladi. Ya'ni u bola undoq desa ham mana o'zi yomon edi, lekin menga u kerak desa ham, bu kerak desa ham unutiladi. Yo'q, sen kerak emassan, senga vaqtimiz yo'q. Ya'ni xolasinikiga tashab kelish, kanikullarda xolasinikiga yashash, nimaga xolasinikiga olib borib tashlading? Nimaga tog'asinikiga olib borib tashlading? Ko'rsin bu hayotni ko'rsin. Uyda qadriga yetmayapti, bir qishloqni ko'rsin, bir mol boqib ko'rsin, bir mazza qilib uni qiynanglar deydi. Tashlandiq. Mana shu tilla bola ham 6 sekund tashlandiq bo'lib, agar oilada 2 ta farzand bo'lsa, tashlandiq bo'lib, mana bu holatga tushadi. Va mana shu holatdan chiqib ketish uchun, tashlandiqlikdan chiqib ketish uchun mana shu tilla bolani o'zi ikkiyuzlamachilik qiladi. Ya'ni siz yaxshi ekansiz, oilamiz yaxshi ekan, bu xolamnikida ovqatlari yaxshi emas ekan, go'sht solishmas ekan, ularda juda ko'p aybi bor ekan. Mana ko'rdingmi? Ya'ni bolani yolg'onchilikka, birovdan ayb qidirishga, bir oilani sirini aytishga, g'iybat qilishga o'rgatiladi. Va bu oila qaridi, aytaylik, ota 70 ta, ona 65 ta, bolalari bittasi katta narsalarga erishgan, lekin sahri bor, bittasi hech narsaga erishmagan, uyda kasalmand, bittasi esa o'zi bilan o'zi chet elga ketib qolgan va bittasi esa hammasini bir-biriga qo'shmoqchi bo'lib, kelmaysizlar, yig'ilmaymiz deb yurgan oila bo'lishi mumkin. Bu ertak sizlarga qanchalik yoqdi? Yoki ertak emasmi? Yoki sizni oilangizda bolalarni ikki xil ko'rish bormi? Siz tarbiyalagan bolalar siz orqali ikki xil ko'rilmayaptimi? 3 ta bolangiz bor, bittasi zo'r, bittasi hech kim emas degan holat hozir siz tarbiyangizda shunaqa ketmayaptimi? Yoki o'zingizda shunaqa bo'lmaganmi? Buning oqibatida mana shu oila parokanda, ular bir-biri bilan urushgan, ular bir-birini yomon ko'radi, bir-biridan qarz olgan, bermay qo'ygan, qalbiga ozor yetgan. Hozir undoq qarasang, to'y qilganda chaqar uni, ko'rib qo'ysin, men nimaga erishganimni deb o'zini akasini shunaqa chaqirishi yoki o'zini singlisini chaqar ana shu ko'rsin meni degan munosabatlar, ko'z-ko'z qilish uchun, uyalmaslik uchun, ko'rsatib qo'yish uchun, hatto jigarlar ham mana shu sxemada aylanib
yotganligini guvohi bo'lsangiz bizga yozib yuboring. Siz shunaqa tarbiya qilayotgan bo'lsangiz bizga yozib yuboring. Qachondir shunaqa narsalar bo'lgan va men yolg'on gapirmayotgan bo'lsam, men sizning o'sha nevrotik shaxs buzilishiga kelish yo'llaringizni yolg'on aralashtirmasdan aytib bergan bo'lsam bizga yozib yuboring. Mana shu YouTube kanalda, mana shu Instagramda, mana shu Facebookda, mana shu maqolani tagida, mana shu videoni tagida bizga murojaat qiling. Hurmatli aziz yurtdoshlar, narsiz oila, nevrotik farzandlarni baxtsiz, kasalmand, qo'rquv, vahima, qiynalish, xavotirlanish, uzoq yillar kasallikda yashash holatiga tushgan qadrli mening kanalim a'zolari. Tuzalishni xohlaysizmi? Yana jiplasizlashni xohlaysizmi? Nima yo'li bor? O'sha akangizga borib, biz shunaqa narsa bo'lib o'tgan boshimizda, psixologga borishimiz kerak ekan desangiz qiladimi? Albatta qilmaydi. Unda nima qilish kerak? Siz tuzaling. Siz bugun mana shu ijtimoiy hayotingizdagi muammolardan chiqib keting. Turmush qurmaganlar turmush qurishi kerak, ish topolmaganlar ish topishi kerak. Jamiyatdan qo'rqib yurib, sotsial fobiyaga uchrab, ijtimoiy fobiya orqali men gapira olmayman, men ko'chaga chiqa olmayman, men hech narsa qila olmayman deganlar tuzalishi uchun. Ko'chaga ana chiqay desa, ichagi surib qolib, ana chiqay desa, siydiga kelib qolib, qo'rquv, vahimada yurganlar nima qilish kerak? Siz ana shu bolalik travmalaringizdan qutulishingiz kerak. Bizga murojaat qiling. 95lik 166 26 62 va bizga murojaat qiling va sizning oilangiz hozir ham jipslashishga, mehrli bo'lishga, o'zini tutib olishga kuch yetadi. Ushbu raqam orqali Telegramda, Instagramga yoki YouTube kanaliga komment yozib bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Sizning oilangizning, qalbingizning dil shifokori Zernus Ahmedovaman, psixiatr, psixoterapevt, narkolog Zernus Ahmedovaman, Psixomed 24 klinikasining rahbari.